Yo, hamma assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Bekso'z do'stlar. Bu videom sizlar bilan birgalikda cheat motion qilishni o'rganamiz do'stlar. Cheat motionimiz qanaqa bo'ladi? Shu gonka poygalar nima qilishdan oldin ofitsialniy gonkalar qo'ymaydi-yu cheat motionlarni, lekin shu zerikishga do'stinglar bilan poyga o'ynamoqchi bo'lsanglar, hayron qoldirish uchun sizlarga Game Guardiansiz cheat qilishni o'rgataman do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek. Menda iPhone Game Guardian tashab bo'lmaydi, bilgan biladi do'stlar. Do'stlar, bu videoning sanasini aytaman, chunki bu video chiqqandan keyin o'sha fix qilib qo'yishi mumkin. 16-yanvar do'stlar, 2025-yil 16-yanvar do'stlar. Zapis ketyaptimi? Zapis ketyapti do'stlar. Xo'sh, cheat qilish uchun bizga kerak mana salondan. Xo'sh, mana mashina olishimiz kerak hozir. Mana mashina olamiz do'stlar. Bilmayman, bu 10 mingmi turadi do'stlar. Любойchasiga mana polni sibroz beramiz mana. Buyog'iga sibroz beramiz. Buni menga bitta obunachim aytib qoldi. Videosini tashladi. Oldindan bilardim, lekin esimdan chiqib ketdi. Umuman kallaga kelmagan do'stlar. Mana xohlasanglar rangini o'zgartiringlar, xohlagan ishlarni qilasizlar xullas. Keyin bizga kerak, hech narsa kerak emas bizga. Shuni startni bosasizlar, одиночный игры красный город tanlaysizlar, startni bosasizlar do'stlar. Hozir kirishini kutamiz. Kirgandan keyin mana do'stlar kirib oldi. Endi kirgandan keyin bu yoqqa burilamiz. Hop, mana trafikni o'chirib qo'yamiz, mana yo'lovchilarni. Xo'sh, mana qo'yamiz, keyin bu yoqqa burilamiz. Shu to'g'ri ko'rsanglar, avtoservis bor bitta. O'sha avtoservisgacha borishinglar kerak bo'ladi. Xo'sh, mana avtoservisga ham kelib oldik. Avtoservisga kelganinglardan keyin mana nima bor? Mana opustit degan knopkani bossanglar, mana shu nima tushadi, sekin-sekin tushyapti, ko'rib turganingizdek. O'sha tushguncha kutamiz hozir. Va qanday ishlashini aytib beraman bu yerda. Mashina ko'rib turganingizdek prosto yuribdi. Video qirqilmaydi hech qayeri. Boshida qirqilishi mumkin, lekin bu joylari qirqilmaydi do'stlar. Xo'sh, hozir mana tezroq tushsa eganda. Buncha sekin qimirlaydi bu. Mana do'stlar, mana shu chiqasizlar ustiga. Hozir sal orqaga yuramiz. Поднят. Voy, отпустит. Hop, chiqib ketib qoldi. Mana shu o'rtasiga turishinglar kerak. Поднятni bosasizlar, keyin M1 ga urasizlar-da. To'xtanglar, hozir sizlar mana avtoga kirib, mana AVD qilib qo'yishinglar kerak. Keyin mana stabilizatsiyani yoqib qo'yishinglar kerak, chunki mashinanglar tortib ketib qolmaydi yoq bu yoqqa. Keyin ikkinchi skorost urasizlar. Keyin 3 ga urasizlar, ko'rib turganingizdek. Keyin 4 ga urasizlar. Shunday qilib 7 gacha urib ketaverasizlar xullas, mana. Keyin 6, 7 lar juda ham sekin chiqadi. Kutasizlar. Endi cheat qilish, ya'ni sizda Game Guardian yo'q, cheat qilish o'rganyapsizlar. Kutishga majbursizlar do'stlar. Xo'sh, mana 8000 оборот bo'ldi, o'zi nima beryapti. Xo'sh, keyin mana menusni bitta bosasizlar, 6-skorosga tushdi. Yana bitta bosasizlar, 5-skoros, 4, 3, 2, 1. Shunday qilasizlar, hech narsa tegmaysizlar, mana yo'lcha rasmi bor. Shuni bitta bosasizlar. Ko'ryapsizlar? Xo'sh, bitta screenshot qilib qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, mana sizlar cheat motion do'stlar, bilmayman qanday boshqarasizlar. Shunday qilinadi do'stlar, cheat motionning eng tezi shu do'stlar. Ishonaveringlar shunga. Ko'rib turganingizdek, menda iPhone hech qanaqa cheat bit o'rnatilmaganda boshdan ham sibroz berib ko'rsatdim sizlarga do'stlar. Eng tez cheat motion shu bo'ladi do'stlar. Mana Game Guardian bilan ham bunday kuchli cheat qilib bo'lmaydi. Eng onlayn serverga kirib bo'ladigan eng kuchli cheat shu do'stlar. Xo'sh, video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Keyin yana foydali maslahatlarni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalim videoning tagida bo'ladi. Video ostida silkasi bo'ladi to'g'riroq. Albatta qo'shilib qo'yinglar. U yerda ham konkurslar, foydali narsalar bo'ladi do'stlar. Hozirda ham konkurs ketmoqda do'stlar. Unga ham qatnashib, yoqtirgan mashinanglarni, pulinglarni yutib olishinglar mumkin do'stlar. Hammaga rahmat, hammaga xayr do'stlar.